Mo'mali orqali eshitdim men u narsani. U chiqqan ularga, lekin men o'zim keyin uni nomerini olib, nomeriga o'zim telefon qilganimda "Men sizga yozdim, menga yozmadingiz" degan gaplarni gapirdi. Instagramda yozgan ekan, lekin ataylab kirib men uni tekshirib ko'rdim, hech narsa yozmagan, u bo'lmagan narsa. Instagramda menga yozmagan. Sen kelibsan dedim, necha kun bo'ldi kelganingga, nahotki dugonangni bilmading shunaqa bo'lganini degan gaplar bo'ldi aytdi. Men savol berdim, u yo'q men keyin eshitdim dedi, har xil javob berdi. Birinchi safar men keyin kelganimdan keyin eshitdim dedi, ikkinchi safar уже Kira bilan gaplashganimdan keyin birga eshitdik, birga kelganini aytishdi keyin bular. Tushunmadim, umuman har xil gap bo'ldi bu yerda. Orada menda SMSi bor, uni avaz deyapman, Sherzoddan qo'rqqanini, u joyga boshqa bormasligini, tinchimga qo'ymaydi borsam deb gapirgan gaplari bor, ozgina SMSlari bor, hammasini olib qo'yganman. Telefon haqida gapga keladigan bo'lsak, biz telefon orqali telefon bo'yicha gaplashganimizda 3 oylik o'zi ham aytgan, 3 oyligi qolgan deb menga SMS tashlavergan. Hozir mana bugun aytishlaricha o'sha zamhokimga qo'yilgan deyapti. O'sha narsani u SMSlar menda bor. 3 oyligi qolgan deganida bo'ldi, to'laymiz uni deb aytganmiz o'sha paytda. Lekin bitta qiziqtirgan narsa, u 4-da Nozima o'tgan bo'lsa, u 9-da uchgan adashmasam. 9-mart kuni O'zbekistonga uchib kelgan. 6-aprel kuni u qaytib ketishi kerak bo'lgan, qaytib ham uchgan Koreyaga. Lekin o'sha davr orasida biz o'zimiz men o'zim aynan bloger orqali topdim, o'sha Mo'mali qizimiz orqali topdik. Chiqdik bir-birimizga. Hech qanaqa bir ortiqcha gap so'z bo'lgani yo'q. To'g'ri, men ozgina xafa bo'ldim. Qanday xafa bo'ldim? Endi u xafa bo'lishga ham haqqim yo'q edi. Prosta qizimni dugonasi sifatida kelmagani uchun ozginagina bunday bir bo'lib o'tdi-da menda. Qandaydir. Keyin shu o'ziga ham mana qilganim yo'q. Eshitsam, men unikiga boraman degan paytimda eshitsam, o'sha Toshkentda ekan. Sen o'sha Toshkentdamisan desam, ha dedi, kirib o'tsang bo'lmasmi desam, bolam bilan qanday eplayman, bolam bilan kira olmayman degan gapni qildi. Mayli, unisiga ham indaganim yo'q. Men u majbur qilmayman-ku, dugonang uchun kelib duo qilib ketdim deb gapira olmaysiz-ku birovga o'zida bo'lmasa. Shu ketganda men aytdim unga, borgandan keyin menga telefon bo'yicha yordam qil dedim, telefoni kelmadi dedim. Judayam bu qizni yopiq gaplashdi men bilan, judayam ochiq gaplasha olgani yo'q o'zi O'zbekistondaligida ham. To'g'ri, ozgina shubham bor bu qizdan. Unaqa men bu qizga bir narsani tuhmat qilib, sen qotilsan yoki sen unaqasan deb urushib talashgan joyim yo'q. Faqat so'ragan narsam bo'ldi. Nega sen Sherzoddan qo'rqasan deganimda, qo'rqqanim yo'q, prosta tinchimga qo'ymaydi. Men Nozima bilan yashagan paytimda kelib meni tinchimga qo'ymagan. O'sha payti men militsiyaga berganman, meni urgan deb o'zi gapirgan. Men bu gaplarni yozib olganman hammasini. Keyin nega unaqangi qilyapsizlar? Shunchalik bu bola nima, shuncha zo'r bolami shu? Hammalaring qo'rqasizlarmi shundan? deb gapirganimda Nozimani urganini ham gapirib bergan menga. O'zi Sherzod militsiyaga bergandan keyin, ular militsiya bo'lgandan keyin ishlari kelganimdan keyin menga yo bu mana shu yerdan ketasan, yo'q bo'lib, yoki men seni tinch qo'ymayman degan ekan Sherzod bu nimaga, Marjonaga. Shu gaplarni gapirib berdi. Menga dedi, begona nomerdan SMS keldi deb SMSni ham tashlab berdi, skrinshot qilib mana deb karscha yozilgan dedi. Keyin men kim bu deb karschalab yozganimda men Sherzodman deb o'zbekchalab yozganim turibdi menda ular ham. Shuncha gapni gapirib, уже Koreyaga kelgandan keyin u qiz o'zgardi. Men kelgunimcha u qizga ortiqcha yozganim yo'q, umuman hech narsa deb gapirganim yo'q ortiqcha. U qiz Dilshodaga to'nkadi, Dilshoda degan dugonasiga. Dilshoda bilan men уже ungacha gaplashib bo'lgan edim. Yana bir karra gaplashdim Dilshoda bilan Instagram orqali.
Dilshoda 6 oy oldin Nozima bilan ikkalasi ozgina aytishib qolganini aytib, 6 oy oldin aloqada bo'lganman, 6 oygacha men qizingiz bilan gaplashmagan edim degan gapni gapirgandan keyin men ortiqcha gapirganim yo'q. U qizgayam endi o'zimiz oramizdagi gaplar bo'ldi. Shu bilan kelganimdan keyin buyoqda Marjona birinchi indamay yurdim. Ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha telefon haqida gap chiqqandan keyin men boshida indamadim unga haqiqatdan ham. Telefon haqida gap chiqqandan keyin hammalarning xabarlaring bor. Boyagi chatda janjal bo'lib ketdi ozgina. Biz bilan ichkada yozishdik. Birinchi akasi yozdi. Akasiman degan inson, men u insonni tanimayman, kimligini ham bilmayman. U SMSlar turibdi ularni ham. Hamma narsa bilan u bilan gaplashdik, tushuntirdim. Men unga ham bermayman, to'lamayman yoki Marjona unaqa yoki Marjona bunaqa degan gaplar bo'lmagan edi. Telefon haqida gap bo'ldi. Tushunmagan narsamni so'radim. Chunki 3 oyda tugashi kerak bo'lgan narsa birdaniga yana 1 yil qo'shilib ketdi-da. Endi baribir erga tekkani bilan, ajrashgani bilan, endi yoshda ular hali. O'shaning uchun kelajagingni o'yla. Odamlarning gap so'ziga qarama, chatlarga kirishing ham shart emas, javob berishing ham shart emas. Shu 3 oyligi bo'lsa, 3 oyligini men to'lab beraman deganimda, yo'q, yana 1 yilligi bor. Qanday 1 yilligi? SMS tashlaganingda 3 oylik yozilgan-ku. Desam, undan keyin yana голосовой gaplashganmiz dedi. Bo'pti, menga tashlab ber голосовойni desam, eshittirdi. Nozima hayron bo'lib gapirgan o'sha yerda. Xuddi bizga o'xshab, Nozima ham menga o'xshab 1 yil, yana 1 yilmi? 3 oyda tugaydi-ku degan gaplari bor ovozlilari. Keyin o'sha yerda mayli, men borib ertaga surishtirib ko'raman deb голосовой tashlagan. Bir surishtirib ko'raychi, men 3 oyda tugaydi deb o'ylagan edim, deb gapirgan. Men aytdim, bundan keyin boshqa gaplashmadingmi? Sizlar dedim, bu narsa sizlarda dedim fevral oyida 7-fevraldami gaplashgan bular. Undan keyin 7-fevralmi? Mana shunaqa bo'lishi kerak. Hali yana ko'rib qo'yaman uni. Undan keyin dedim, почти 1 oy vaqt o'tyapti. 1 oyning ichida Nozima chiqib ko'rmabdimi, tekshirtirmabdimi deganimda, yo'q, boshqa bu haqida gaplashmadik. U не может быть-da gaplashmasligi. Qanday gaplashmaydi? Men aytdim deyapti og'zi bilan. Nozima telefonni sotib qo'ymagin degan gapni o'z-o'zidan aytyapti u qiz. Lekin Nozima telefon haqida men so'ramayapman, senga aytganmi, yo'qmi deb. Marjon aytyapti, Nozi telefonni sotib qo'yma, xo'pmi? Yana sotib yubormagin-a. Meni boshimda kreditiga men javob beraman. Ertaga bu dabdala bo'lib ketadi hamma joy deb gapirdim. Yo'q, men sotmayman. Men sotish niyatim yo'q, sotayotganim yo'q. Men telefonni deb aytdi deyapti-da menga. Uchrashganimizda. Aytdim, bo'pti, 3 oyligini to'laymiz. Narigi 1 yilligini ham to'lab beraman, mayli, lekin aniq bilmayman dedim. U qayerdan kelyapti u 1 yillik dedim. Men umuman tushunmayapman. 17 Pro Max dedim, o'zi 1600-1700 ga olayotgan paytda dedim. Buni 16 Max dedim, $3200 ga aylanib ketyapti. Shunda ikkita telefonga to'layapmanmi men deb tushunmovchiliklar bo'ldi orada. Tushuntirdim, gaplashdik. Uni orasida keyin men aytdim, sen ayol kishisan deb boyagi gaplarni tushuntirdim. Bolang o'syapti dedim. Hozir men Koreyadan to'g'ri uyga ketishim bor dedim, lekin chetdaligimda ham boshqasida ham любой joyda seni xafa qiladigan inson bo'lsa, biron joyda problemang bo'lsa, любой время telefon qilaver. Sen ham bolam qatori bolamsan. Marjona, men dedim, onaman dedim. To'g'ri tushunishingni xohlayman. Bolang o'syapti, sen ham onasan deb tushuntirib aytganman. Xo'p dedi, bizga chiqarib beraman dedi. 1 haftaning ichida olib kelib beraman dedi. Anora ikkalamiz edik, ular akasi ikkalasi 4 kishi o'tirib gaplashganmiz. Lekin to'g'ri diktafon hech narsa yoqilmagan bu yerda. Chunki ishonib bir-birimizga to'g'ri ma'noda gaplashganmiz bu gaplarni. O'shanda yaxshi xayrlashdik hammamiz. Keyin shu bilan 3-4 kun o'tdi, 1 hafta o'tdi. Ular Anoraga chiqqan. Akasi chiqqanmi, o'zi chiqqanmi bilmayman, Anoraga chiqqan. Anora bilan gaplashishgan, nima bo'ldi, pulni to'lab berasizlarmi degan. Keyin Anora aytgan, aslar olib kelib beraman devdilaring-ku, boyagi kirdi chiqdi zvonoklarni qilib beringlar, biz to'lab beramiz pulni degan. Ular o'sha yerda aniq bir gap aytilmagan, yana anaqa bezatib qolib ketdi hamma narsa. Menga SMS yozyapti, pulni to'lab qo'ying deyapti-da, menga karta tashlayapti, menga buyruq beryapti. Birinchidan telefon yo'q. Yeri ko'kda yo'q.
telefon bilishimcha ularda men ham telefonni pulini to'lab berishim kerak. $3200 qilib. Ham telefon ularda qolishi kerak. O'ylab turibman-da, bo'pti, men to'lab beraman. Sizlar menga beringlar, hatto yozishganini men topay avval, kim bilan telefonlashgan, kim bilan oxirgi SMS yoki oxirgi qo'ng'iroqlarini bilishimga anaqa beringlar menga o'shani chiqarib, men bilay shu narsani desam, o'shani ham bermayapti. Ular o'zining xohishini qilyapti. Men o'zimning xohishim, men ham bunga haqqim bor. U menga yozyapti qo'pollik qilib. Kartasini tashlayapti-da, to'lab bering. Bo'lmasa u dunyoda o'zim so'rab olaman deyapti. Jahlim chiqadimi men ona bo'lib turib? Menga qara deyapman. Sen nima deyapsan dedim. Allohga sop qo'ydim men seni qilgan qilig'ingga. Sen yana dugonamisan dedim. Ustidan kulib o'zingcha Nozima deb kulib qo'yib qo'yibsan smaylik. Bu nima ahvol desam, bo'lmasa qilayotgan tuhmatlaringizga siz javob berasiz Allohning oldida deyapti. Men nima tuhmat qildim desam, nimaga meni bolamni rasmini qo'yapsiz? Men qayerda qo'ydim? Shu gapni aytganimdan keyin u yana qarg'ana boshladi. Men qarg'andim. Qanday qarg'andim? Men tan olaman bu gapni. Allohga solim, ilohim bolangdan qaytsin dedim. Qizimga janoza buyurdi, lekin senga undan battar o'lim buyursin dedim. Allohim seni dedim, Allohimni o'zi jazolasin dedim, shu cho'rniga tiqib qo'ydi meni. Bo'lgan gap shu bo'ldi biz oramizda. Ikkalamiz oramizda-da, meni ham yuragimdan o'tib ketdi qilayotgan qilig'i. Dugona ular. Yaxshi gap o'tganmi, yomon gap o'tganmi oralarida u nimagadir Nozimaga nisbatan nafrati kuchli. Alami bor Nozimadan, mendan olyapti alamini. Nima maqsad unda bilmayman, o'zim tushunmadim u qizni. Qiz o'g'lini qo'ygan bo'lsa, o'g'lini ko'rdilaring postda o'g'lini ko'rdingiz. Nozima chiroyli qilib o'g'li bilan kulishib, shunday yaxshi ko'rgan o'g'lini chiroyli qo'yib qo'yishga, yerda yomon narsa qo'yilmagan yoki yomon gap aytilmagan uni sha'niga nisbatan. Nimaga jahl qilyapti biz tushunmayapmiz. Onajon, mana O'zbekistonda 12 soatlik Xadicha opa. Hozir Mohinur opa 1 minut, Mohinur opa 1 minut. Kecha gaplashganda bilan gaplashyaptik-da 1 minut Mohinur opa. Kecha Dilya savol berdi-da, aytyapti, naborot hozir siz aytyapsiz-ku, qizimga nisbatan nafrati bor deb. U kechagi suhbatda mana savol beryapmiz, haqiqatda jahl bilan kiryapti-da, naborot sizni aytyapti. Men Nozimaga hech qanaqa adovatim yo'q. Xo'p dedi Dilya. Xo'p, senga onasini qilgan ishi yoqmabdi. Mayli onasi so'kkandir, haqorat qilgandir, lekin Nozimani hurmati ham bersang bo'lardi shu ishni qog'ozlarni. Bu ham bitta fakt-ku. Ishchi tezroq ochilishiga yordam qil desa, bo'ldi, kesin tergovchi bilan kesin deb aytganman men. Men hech kimga deyapti keyin gapini orasida hech kimni aytganini qilishga majbur emasman. Meni qarovchi boshim bitta emas deyapti. Bu degani, to'yis men o'zimni xatti-harakatimga javob beradigan sostoyaniyada emasman. Demayman, kimdandir so'rab ish qilishim kerak degandek tushundim men. Как будто kecha kirdi, chatda sizni ko'rsatyapti-da, to'yis siz unga yomon gap gapirgansizda, shuni evaziga sizga bermay, yo'q tergovchi kelsin. Demak, bu gap oxirgi gapirgan Xo'jamixon oxirgi gapirgan gapim, eng oxirida o'sha jonimni o'tkazib yuborgandan keyin men SMSni ham saqlanib qilib qo'yganman. O'sha o'zim yozganimni ham ataylab, chunki ertaga uni ustiga qo'shib so'kib yubordi deb gapirishlari ham bor-da ularni. Qarg'andim, to'g'ri, men uni Xudoga solganimni men hammaga 2 kundan beri aytib berganman, tan olganman. Meni ham Xudoga solishimga naqam bor-da, prichina deydimi, nima sabab bor-da bunga. U qizga o'sha kecha 2 kun oldingacha men u qizga muomala qilib kelganman. Yozgan SMSlarda juda qo'pol gaplashgan men bilan. Ona sifatida meni hurmat qilmaganda, даже dugonasini onasi sifatida men unga yomon gapirmaganman, hech qanday yomon gapirmaganman. Absolyutno yomon gapirmaganman. Nimaga bu qiz menga teskari bo'ldi, tushunmadim. Men ko'proq o'ylayman, что Nozimaga bu anaqa bo'lgan qandaydir deb o'ylayman, bilmayman. Qarang, Feruza opa, telefonni to'lovlari bor-ku, kredit anaqalari. Shu agar Koreyada bo'lsangiz, borgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa shu Anor opa bilan bu qizga hech aytib ko'rmadingizmi? Shu kredit to'lov masalasi bo'yicha boringlar o'sha joyga billa chiqartirish uchun deb. Chiqartirib qo'limizga qog'ozini olib kelib berdi, 1 yilligini olib kelib berdi. Mana kechagi
may oyigacha mayda tugadi уже bu narsa. O'tgan Demak, qolgani 25-yil yo'q, a, opa, maydan davomi yo'q. 25-yil maydan 26-yil maygacha deb olib kelib berdi. Qolgan narsa bergan yo'q bizga bular. Bir Demak, qolgan yilligini yil esa berdi. yo'q. O'sha bir Firuzona, yilligini ichida 3 Mohonur oyligini qizim gapirsin to'lamagan. desangiz keyin gapiraman. Iltimos, ishimni qilaman, naushnida yuraman. Men gapim bor. Adushi, любой Qarang, yozib olsin. Mohinur, Opam bilan iltimos gaplashib sizdan. oling. Mohinur, iltimos sizdan. Biz sizni eshitamiz. Faqat hozir biz Xo'jaymexon bilan gaplashib olaylik. Iltimos, ozgina Bo'ldi. turing. O'shanda Ha. Mohonur gapiring deymi? Unga